Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz mana Namangan keldik. Ibrohim aka. Tangani topshirishga keldik. Tangani topshirishga keldik Shohruh Hamshetda. Assalomu alaykum. Biz yerga kelib qoldik. Shetda ekanmi Ibrohim aka? Ha, shetda ekan. O'rtoqlar, hozir Namangandagi muzeyga kiryapmiz. Mana Muxtorjon. Tarozi tosh ekan bu. Namanganda mana shunaqa juda katta muzey bor ekan, o'rtoqlar. Birinchi marta kelishimiz to'g'risi. Bunaqa narsalar. Mana bunaqa toshlar ham topilgan ekan, o'rtoqlar. Hozir mana shu biz topib olgan tangalardan mana shu. Ha, Xuddi shunga o'xshagan tangalar. shunga o'xshagan tangalar hozircha Somoniylar davri deb taxminiy davr berilyapti. Bu qo'shimcha tozalash va ustida tadqiqot Ko'rib chiqasizlar, demak. Ha, ko'rib chiqish talab qilinadi. Demak, mana shu yerga qo'yiladi. Hozir biz topib olgan tangalardan mana shu yerda bor ekan. Yana boshqacharog'i bor ekan. Imенно mana shundan emas. Ichini tahlil qilmasdan ko'ryapmiz. Mana bu yerda yashil rangni ko'ryapsiz. Bu korroziya natijasi suv. Mis ko'karib ketadi. Temir zanglaydi. Bu korroziyaga uchraganda ko'karib ketgan. Buni tozalasa bo'ladi, ya'ni temirga o'xshab parchalanib ketmaydi. Cheka joyi ochiq qolgan. Bu yerda tepada Somoniylar tangasini ko'rsangiz to'g'ri holat, sifatli ishlangan. Nimaga? Chunki Somoniylarda tangalar juda sifatli ishlangan. Qanaqa? Hatto hozirgi dollar o'rnida Usmon Somoniyning bahor tangasi, xazinalar deb. Qo'lingizdagi iPhone ham qachondir mana shu yerga tushadi. Qachondir. O'rtoqlar, like bosishga arziydigan kadrlarni sizlarga taqdim qilyapmiz. Davrda yashab o'tgan odam mana. Qamish tobut. Muxtorjon muzey haqida. Kelasi muzeyda zo'r aylanma joylar bor. Lekin men Namanganda bunaqa katta muzey bor deb o'ylamagandim. To'g'risi, rosa ham tarixiy, ana ko'zalarni qarang, 2200 yil oldingi ko'zalar. Temir davri, tosh davri, o'sha paytdagi ibtidoiy davr deydi. O'sha paytdagi topilmalarimiz ham bor ekan. O'rtoqlar, biz muzeydan chiqib ketyapmiz. Tangalarni topshira olmadik hali. Toshkentga olib borishimiz mumkin buni. Toshkentga bu qadimiy tangalar. Bizni kuzatishda davom etinglar.